Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz charchamiz. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Kech bo'lganda bezovta. Mayli, qani. Boshlaymiz. 5 minut vaqtingizni olamiz, ketamiz. O'tiring. Ya, teva chiqib oling. Yo'q, o'tiring. O'tiring. Qancha duo qilasiz? Mashina qo'ying. Ovozingizga. Amin, tinchligim bo'lsin. Tenjonlaringiz sog', ishingizni rivojini bersin. Kelkindan ketmas davlatdan bersin. Hammani sog', salomat, bexatar, beshqatironi. Ona, bu sizga albatta choy ichasiz. Yana qanchadan beri ichasiz o'zim? O'tgan yildan beri ichaman. Necha yoshdasiz? Menmi? 70. 70? Ha. 56-yilmanda. Ko'rinishingizdan yosh. Qachon qandligingiz bet bo'lgan? O'tgan yili 2005-yilda nima bo'ldi? Holdan ketib nima bo'lib chanqab edim. Chanqadimdan keyin nimaga chiqsam, mana sahar chiqdi. 15 ham chiqdi, 17 ham, 18 ham chiqdi. Keyin qizimlar keyin "Abi mashnaqa" deb keyin yil oxiriga kelganda keyin mashnaqa dedilar. Ularni ekib mandaqa ekib berdilar. Undan oldin nima ichgansiz? Undan oldin nimalar ichgansiz? Undan oldin doktorga qatnab hech nima ichmaganman. O'sha doktor ichmaganmisiz? Dori ichganman. Dori ichgansiz. Ha. Insulinga o'tmadingiz, aha. Yo'q. Kelinim ketmay degan dori ichganman. Shu. Necha edi birinchi sahaysiz? Birinchi 18, 19 chiqdi, keyin 12 chiqdi. Shunaqa bo'lib teva bo'ldi. Undan buni ichganda o'zi 7-8 mi? 19 dan 7 ga tushdi. Ha, 7. Hozir dori ichasizmi? Ha, dori ham ichaman, buni ham telefondan aytishdi-ku, uni ham ichavering deyishdi-ku. Qancha bo'ldi buni ichayotganingiz? O'tgan yildan beri ichaman. O'tgan yildan beri ichasiz. Qanaqa buni ichganingizdan keyin natijalar qanaqa bo'ldi? Yaxshi. Bichiraverman, parhez qilibdim. Umuman zeta qilmayapsiz? Yo'q, oldin qilardingiz. Oldin qildim, parhez ham qilibdim. Yaxshimi endi? Ko'z tegmadi. Ha. Buni ichganingizdan keyin organizmingizda nimalar o'zgardi? Endi unaqa ilgari bo'shashib anda qildim, yo'q, bo'shashmabdi mana. Yaxshi yuribdiman. 2 marta hajga borib keldim, umraga borib keldim. Mana katta hajga ketibdimiz. Mana aytdim, bugun maylis bo'ldi. Ko'z tegmasi. Yaxshimi harakatingiz? Yaxshi, ha. Yo'q ham olib ketasizmi ichgani? O'tgan safar olib ketmovdim. Bir safar olib ketam, ko'p yuramiz-ku. Ko'p yuramiz. Ha, olib ketaman safar. Chanqamibdiman, hozir yaxshi. Uyqularingiz ham yaxshimi? Uyqularim yaxshi. O'zi buni qayerda ko'rgansiz? Meni qizimlar. Ha, o'z qizingiz Muharram opa qizingiz. Ha, Muharram qizim. Qizimlar olib kelib, o'zlari majburlab nima qiluvdilar, yaxshi bo'lgan tag'in oldi. Kechagina yaqinda tag'in oldi. Undan oldin bunaqa narsalar ichib ko'rganmisiz? Yo'q, ichmaganman. Ishonchli bo'ldimi boshida? Ha, yo'q, ishonchli. Tag'in olib beray dedim, tag'in oldi, bu safar 11 ta bo'ldi. Yaxshimi axir holatlar? Ha, yaxshi. Rozimisiz mahsulotdan? Ha, yaxshi. Ishonmayotgan odamlarga nima deyolasiz? Natijasi yo'q. Bu faqat reklama deganligi nima deyolasiz? Endi ichsa yaxshi, o'sha holdan ketmay ertaroq ichib, nima qilsa yaxshi ekanda. 19 dan nechaga tushibdingiz? 7, o'zi 7-8. 7-8 bo'lib turibdi. Qanchadan beri ichaman dedingiz? O'tgan yildan beri ichaman. O'tgan yildan beri. To'xtatganingiz yo'q? Yo'q, to'xtatmadim. Ichib turibman hozir. O'zim ham bor. O'zi genda bormidi sahrsiz? Yo'q. Bizda umuman yo'q edi. Nimadir menga shu bo'lib qoldi. Stress bo'ldimi? Qo'rqoqman shekilli. Qo'rqoqdan bo'ldim. Qo'rqib ketgan hisoblanadi. Yaxshimi axir hozir? Ha, yaxshi. Rozimisiz? Ha, tendengiz sog' bo'lsin. Martabani ulug' bo'lsin. Sizdan rozi bo'lsangiz bitta duo qilib bersangiz turamiz. Tenjonlaringiz sog' bo'lsin, martabani ulug' bo'lsin, ishlaringiz rivojini bersin, kelgandan ketmas davlatdan bersin. Hammani sog' salomat. Hammamiz ham o'z uddamizdan o'zimiz sog' salomat yuraylik. Sog' bo'ling, opa.